Bugun qizulingan stenozning qanday davolanishini qolgan turlari haqida gaplashamiz. Ikkinchi qism. Avvalgi videoda aytib o'tganimdek, qizulingachi qanday davolanishi 3 ta omilga bog'liq, ya'ni stenozning sababi, torayishning darajasi, stenozning uzunligi va joylashuviga qarab amalga oshiriladi. Avvalgi videoda bujlash va dilatatsiya, balonli dilatatsiya usullari haqida gaplashgan bo'lsak, bugun qolgan 3 ta tur, ya'ni birinchisi, to'g'rirog'i uchinchisi, dori vositalari bilan davolash. Bu yordamchi hisoblanadi. Odatda bu asosiy sababni yo'qotish uchun qo'llaniladi. Bu butunlay stenozni yo'qotish uchun emas. Masalan, jig'ildon qaynash bilan bog'liq bo'lgan stenozlarda o'sha jig'ildon qaynashiga sabab bo'ladigan narsalar, reflyuksni kamaytirish uchun proton pompa ingibitorlari, ya'ni omeprazol, pantoprazol dori vositalaridan foydalangan holatda amalga oshiriladi. Yallig'lanishga qarshi dori vositalar yoki kortikosteroidlar, ya'ni gormonlar bilan birgalikda davolash amalga oshiriladi. Bular hammasi chandiqni kamaytirish uchun xizmat qiladi. Va unutmaslik kerakki, dorilar torayishni yo'qotmaydi. Faqatgina qaytalanishini oldini oladi xolos. 4-turi bu stent qo'yish. Bu og'ir va uzoq segmentli stenozlarda amalga oshiriladi. Ya'ni o'sma bilan bog'liq bo'lgan holatlarda, qizulo'ngach o'sma bo'lib qolsa, xuddi shu holatlarda stent qo'yishga to'g'ri keladi. Stent nima qilib beradi? Ya'ni qizulo'ngachni ochiq holda ushlab turadi. Toraygan joyga stent qo'yib, kengaytirib qo'yiladi. Bu ovqatni o'tishini ta'minlab beradi. Va 5-turi esa jarrohlik yo'li bilan amalga oshiriladigan usullar. Bu eng og'ir darajadagi stenozlarda qo'llaniladi. Ya'ni bujlash yoki balonli dilatatsiya yordam bermagan holatda, to'liq yopilib qolgan stenozlarda yoki tug'ma og'ir nuqsonlarda bu amaliyot bajariladi. Bunda nima qilinadi? Tor qismi olib tashlanadi va qolgan qismlari qizulo'ngach tiklanadi, tikib qo'yiladi yoki umuman bu kattaroq qismni egallaydigan bo'lsa, qizulo'ngach olib tashlab o'rniga ichak joylashtirib qo'yiladi. Davolashdan keyingi tavsiyalar albatta suyuq va yumshoq ovqatlarni iste'mol qilish, issiq va achchiqdan saqlanish va jig'ildon qaynashini kuchaytiruvchi ovqatlardan voz kechish va albatta doimiy nazoratda bo'lib turish tavsiya etiladi. Ismim Shukurjon, xirurgman, har kuni biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.